Bolalar hammaga salom, yaxshimisizlar, tuzingizlar, charchamayapsizlar. Bola bugungi videoda sizlar bilan bir xillar uchun qiziq bo'lgan video qo'yamiz. Sababi men o'zim shu oxirida YouTube'da topganman, qidirib bilmas edim mana fon qo'yishni yoki mana bu yog'iga fon qo'yishni bilmasdim. Shu sababli bugun sizlar bilan fon qo'yishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda bolalar nastroykaga kiramiz. Agar rasmlaymi hozir birinchi mana shu yo'lni o'rgatay. Nastroykaga kiramiz, parametrga. Birinchi o'rinda mana yoqda qani ungacha qilib perso qanaqa perso tema nima yerda bor ekan? Personalizatsiya. Bolalar shu narsaga kiramiz. Hop, keyin fon degan joy bor. Shu yoqdan ularni topsak bo'ladi va rasmlarimizni qo'ysak bo'ladi. Bu qo'yilgan rasmlar oldin agar nimasi bo'ladi, kompyuteringizda bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsani bosish orqali rasmlarni topsangiz bo'ladi. Misol uchun mana snimga ekrani deylik. Mana shu 2 marta bosdik deylik, bo'ldi, kiradi, o'sha qo'yiladi bu mana shu ustidagi fonga. Shunaqa gaplar. Bundan ham oson yo'li bor. Bundan osonroq yo'li bor. Bu ekran blokirovkaga ham qo'yishlaring kerak bo'lsa, mana shundan qo'ysak bo'ladi. Qo'ysanglar bo'ladi. Bunda ham mana bosadi pagoda. Tushunadi. Tak. Keyin do'stlar, biz qiladigan ish yana mana uni fayllarni o'zida agar faylni o'zida mana shuni qo'ymoqchiman deylik. Mana shuni qo'ymoqchiman deylik. Rasmga kirishda o'zida 3 ta nuqtani bosasizlarda quyidagi sifatda o'rnatish bor. Ekran qulfiga, ya'ni kod ochishni boshlagan joyingizga, keyin orqa fonga. Rабочий stolda foniga qo'ysanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa yo'nalishda, shunaqa yo'lda bemalol rasmlaringni qo'yib olsanglar bo'ladi do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, like, podpiskani ayamaysizlar. Biz esa videomizni shu yerda tugatamiz. Bolalar charchamanglar, kommentariy yozib qoldiringlar. Keyingi videoda nima chiqarishimni